Sardor aka, hayotingizda qanday imkoniyatlar berilgan va ulardan qanchalik foydalana oldim deb hisoblaysiz? Imkoniyatlardan albatta yoshlik davrimdan eslab bugungi kungacha bo'lgan davrni hisoblaydigan bo'lsam, albatta imkoniyatlardan men o'ylaymanki to'la to'kis foydalandim. O'smirlik davrida, shu o'qish davrida ham o'qish, ham sport, hamma imkoniyatlardan to'liq foydalanganman. Imkoniyatlar deb men ko'proq shu insonlarni tushunaman. Shu yangi insonlar bilan tanishish bu insonga har bitta o'ylayman kim bo'lishidan qat'iy nazar juda ham katta, har bitta inson bu imkoniyat deb tushunaman. Har bitta yangi inson bilan tanishganning o'zi insonga to'g'ri yo'l ko'rsatish uchun yoki qandaydir bir bilmagan bitta bir sohasini o'rgatishi mumkin. Shuning uchun imkoniyatlar yana tavsifga bo'ladigan bo'lsak, imkoniyatlar har tomonlama bo'lishi mumkin. Masalan, ilmiy tomonlama, kimdadir ilm olish imkoniyati bor bo'lgan, kimdadir yo'q bo'lgan misoliga. Shu imkoniyatni avvalambor inson ilmdan boshlasa, shu ilm imkoniyatini to'la to'kis foydalanib, bu hayotning davrida doimiy ravishda olib keladigan bo'lsa, bu ham bir imkoniyat.